Afsuski biz ba'zida ajralishga majbur bo'lamiz. Eng achinarlisi, u inson bilan har kuni hasıl huzur qilamiz, lekin kun kelib u bilan hatto salomlashmay qo'yamiz. Ming afsuski, u bilan har kuni yozishamiz, lekin kun kelib uning ismini hatto telefonlarimizdan o'chirib yuboramiz. U insonni shunchalik qattiq sevamizki, bor mehrimiz bilan qachonlardir uni sevgilim, jonim deb ataymiz. Lekin kun kelib endi u bizga hech kim emasligini tushunib turamiz. Boshingizdan o'tgan mana shu narsalarni bila turib, vaqtni orqaga qaytarib berishganida siz yana bir bor mana shu tuyg'uni